Bugungi namoyish nihoyat yaxshi o'tdi. Albattaki bu yerda nurg'un ayollar, bolalar, uşaqlar, cho'nglar bilan chiqibdi. Buningdan nihoyat xursand bo'ldik. Hech bo'lmasa Xitoyning o'ziga bir tukurish bu. Buningdan iborat kichik aqalli bir ishni qilmagan bir Uyg'ur hech qanday qilinmaydi. Qilish kerak buni. Taki Xitoyning zulmi to'xtaguncha. Xitoyning zulmi to'xtamaydi ekan, bu to'xtamaydi. Albatta bir odamni siqiyvergandan keyin portlaydi. Xalq bununla karşı bulurken elbette Xitoyning zalimligidan, Xitoyning diktatorligidan bo'layotgan bir ish. Biz buni hech qachon dunyoning hech bir yerda hech kimga bir aziyat berishni, hech kimning og'zidan gap qilishni xohlamaymiz. Bular bizning dinimiz uni yo'l qo'ymaydi. Ammo bugun dunyoning hamma yerida mayli vatanning ishi bo'lsin, sirti bo'lsin, xalqimizni ezayotganligi uchun biz bunga qarshi dunyoda bir Uyg'ur ismi bor, har qanday bir odam, har qanday bir Uyg'urning nenini suyini yeb cho'ng bo'lgan Uyg'urning bolasi bo'lgan bir odam, hattoki Uyg'urga esdashlik qilgan bir odammi bunga chuqur ovoz qo'shish kerak, ses chiqarish kerak. Xitoyning qilayotgan xatoligini sen xato qilyapsan deb buni to'xtatish kerak, shuni bitirish kerak. Ammo qilinmaydi ekan, bu o'zini albattaki aziz bir inson degan gap. Çünkü bizning ajdodimiz qirildi, avlodimiz qirilyapti. Agar qirmagan bo'lsa, biz buni qilmaydik, bu yerga chiqmaydik. Bizning bu arzuyimiz emas. Onun için bütün dünyadaki her qanday bir insan deydigan adam, Uyg'ur emas, her qanday bir insan bu zulmga qarshi turish kerak, qilma deyish kerak. Biz buni haqli bir ravishda, qonunli bir ravishda dunyoning bugungi qonuniy nimasiga uyg'un bo'lgan holatda namoyish qilyapmiz. Albatta biz buni Xitoy qo'shilish kerak, tuzatish kerak bu xatolikni. Ammo xatolikni tuzatmasa, albatta bu namoyish har qachon davomlashadi. Xitoyning besh har qachon og'riydi. Albatta biz yillardir mushu Xitoy bugun o'ngishlar degan bilan insonlar nihoyat kutishdi bo'ldi. Ammo bag'ansi rezillashyapti. Balkim bu bir xato siyosatini to'g'riga vaqtda balkim ba'zi ish mumkin bo'lmasa, davomli bo'ladi. Albatta bo'lish kerak. Chunki insonlarimiz, xalqimiz dunyoning nerda bo'lsin, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, vatanning ichida buvoq bo'lsin, hammasi qirilyapti. Bu albatta bu vatan sirtidagilarning bir ovoz qo'yishi, buningga shu vatan ichidagi xalqimizning ovozi bo'lishi kerak. Onun için biz bu yerda hamma bu yerga kelganlarga men xalqimiz nomidan rahmat aytaman. Qasingizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Namoyishga qatnashishga maqsad nima? Namoyish nihoyat yaxshi, tartiblik, o'z maqsadini ifodalagan holatda o'tdi. Xalqimizning qatnashganligiga mamnun oldum. Teşekkür o'qiyman xalqimizga. Taxmo jiq chiqishni orzu qilamiz. Bu namoyishning maqsadi albatta zulmga bo'lgan noroziligimiz, zulmga norozilik bildirish islomdagi eng muhim asoslardan birisi. Normal insoniyat fitratidagi bor narsa. Shuning uchun musulmon bo'lgan shaxslar zulmga qarshi turish majburiyati bor. Normal inson fitratidagi buzilmagan bir insonning zulmga qarshi chiqish majburiyati bor. Bu majburiyatni ado qilganlardan Alloh rozi bo'lsin va davomli bunday majburiyatlarni ado qilishga oldi sabki men jug'urishni hamma xalqimizni istaymiz. Başka qo'shimchalar demoqchi bo'lgansiz. İnşallah bundan keyin taxmi tartiblik, taxmi cho'ng, taxmi keng ko'lamda bo'lishni xalqimizdan va mas'ullarımızdan istaymiz. Bugungi namoyish kunimizni nihoyat taqozolik bilan kutgandik. Chunki har insonga bunday bir fursatning kelishi dardimizni anlatib oladigan shu vatandagi zulm kelgan qarindoshlarimizning holini anlatadigan bir fursat kutishni saqlab turgandik. Bu namoyishninki uqtirishi bilan tang butun Istanbuldagi qarindoshlarimiz nihoyat bir qizg'in ovoz qo'shdi, bo'libmi ayol qarindoshlarimiz nihoyat qizg'in ovoz qo'shdi. Nurg'un bolalar maktablarini tashlab keldi. Bu demakki bizningki bu namoyishimiz, bugungi namoyish hem dünyanın her qaysi yerlerindeki sıkıntı çıkıyotgan qarindoshlarımızning, shundaqla Sharq Turkiston sıkıntı çıkıyotgan qarindoshlarımızning derdiga hammamizning o'rtaq ko'ngil bo'layotganligimizning bir ifodasi deb qarayman va her zaman bizning tashviq qilib kelayotgan birlik va barobarligimizningki mevalarining ko'rilayotganligining ifodasi deb qarayman. Va shundaqla bu namoyish sababi bilan men dunyoning har qaysi yerlaridagi bo'lib Istanbuldagi va Turkiyadagi barliq qarindoshlarimizning her zaman shundaq aktiv faoliyat bo'lishimizni umid qilaman. Namoyishning qo'ldan nima deydigan qarindoshlarımızdan bu xato ideyasini o'zgartishini biz zolimning tarafida emas, mazlumning tarafida ishkanligimizni bildirganligimizni ifodalashni umid qilaman. Bo'ldi, ko'p rahmat.